Shahlo opa, oktyabr oyi ham kelib qolibdi-yu. Oktyabr oyida bilasizlar, bunaqa sovuq tushganda bunaqa o'zim ham kurtka kiyib oldim, kurtka sifatnasi. Sizlar uchun juda ham chiroyli kurtkalar olib kelib qo'ydi. Endi eski ana shkafda yotgan kurtkalarni kiymasdan, mana shu yangi kurtkalarni kiyishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sal ehtiyot bo'lamiz uni ochishga. O'z kurtkalarni bilasizlar, arzimagan pul turadi. Shu eski kurtkalarni bu kunga berib yuboringlar-da. Mana shunaqa yangi kelgan kurtkalarni maza qilib bu yil kiyib yuringlar mana. Uzunligi 130 cm bo'lgan kurtkamiz sizlarni kutmoqda. Yoqalariga norka qo'yilgan, angliskiy yoqa, uzunligi 130 cm. Juda ham yengil. Mana hamma razmerdan bor. Qora sveti ham kelibdi, qora sveti. Yoqasiga seriy norka qo'yilgan. Hozir bitta ochib ko'rsataman. Yoqasi lekin yechilmasa kerak. Bunaqa jigarrang sveti ham bor. Bu svet ko'pchilik yoqadi, bilasizlar. Agar kimga mana shunaqa svetli yoqadigan bo'lsa, kommentga yozib ketinglar. Menga mana shunaqa svet yoqadi deb. Mana rangini qarang, chiroyli. Palto sifati ham kelibdi. Bularning uzunligi 120 cm. Bu kashmir ekan. Yoqalariga norka qo'yilgan, cho'mchaklariga koja pastavkalar qo'yilgan. Bu korobkamizda palto bilan kurtkamiz bor-edi. Keyingi korobkamizda menimcha chiroyli narsalar chiqadi hozir. Bu yerda ham mana kurtkamiz. Oldin fasoni sal boshqacharoq ekan. Angliskiy yoqa, uzunligi 130 cm. Qishda oyog'inglarni sovutmasdan maza qilib yopib kiyib yurasizlar. Oyoq bilan yopadi-da bu mana. Bundoq qilganda bo'yin baravar turibdi. O'shanda oyog'inglarni issiqini qilib yurasizlar. Ana suyagim og'riyapti, oyog'im og'riyapti deb yurmaysizlar. Shunday kiyasizlar, oyoqlar bilan issiq qilib turadi. Qora rangi ham bor ekan mana. Bu qora rang. Mana bu sveti ham bor ekan. Kaltasi. Moshada yuraganlar uchun kalta fasonlarimiz Aftaledi. Uzunligi 75 cm. Hop, to'q sveti ham bor ekan. Buni uzunligi ham shu 75 cm. Angliskiy yoqa, juda ham yengil fason. Endi bu yog'iga mana shunaqa kurtkalarni kiyib yursanglar bo'ladi, chunki uje salqin tushib qoldi. Nazar qilib, mana shunaqa kurtkalarni har xil fasondan kelib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda har xil assortimentlar bor. Yana yangiligimiz bor. Yangi do'konimizga o'tishimiz mumkin yaqin orada. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.